Yo, obunachilar sizlar bilan kulgili videolar ko'ramiz. Buna bir qo'linglar 23 taga 30 taga ozgina qoldi, 23 taga to'xtab o'tamiz. 7 ta obunachi qilsanglar sizlar bilan PUBG hamma играlar o'ynaymiz, YouTube reaksiya ham qilamiz. O'yintalar qilsanglar Jo'ra qistovladi, jo'ra topolmaydi. Qalaysiz Ahadbek aka? Shahlo, to'xtab tur, sumkani ko'tarib ketaman. Uylanish vaqti kel. Boş gitti. Gitti. Gitti boş. Boş gitti. No. Gitti sübhane. Düştü bu şeyi. 지금부터 정신을 뺏어보겠습니다. Bu hayvonot bog'ida hamma hayvon ko'rinishga majbur edi. Shunchaki bog' yopilib ketmasligi uchun ularning kostyumlari shunchalik xunuk ediki, uzoqdan hech kim ularni asl hayvonlardan farqlay olmasdi. Maktab o'quvchilari sayohatga kelishganda soxta avlodni ko'rishganligini bu odam ekanini hatto sezishmadi. Keyin ular g'azablangan daryolarni qo'shdi. Hattoki u yerda soxta jirafa bosh ham bor edi, lekin bu hech kimga yoqmadi. Bir erkak qo'l bankasini otdi va ich mana buni ko'raylik dedi. Ayiq esa o'z rolini chiqmaslik uchun tosh orqasiga yashirdi. Lekin hamma ketgandan so'ng u bankani olib ishni boshladi. Ba'zi sayyohlar ko'rib videoga olishdi, internetga joylashdi. Video bir zumda keng tarqaldi. Hamma shu haqda gapira boshladi. Ertasi kuni bo'lgan odamlar o'sha qo'lali oq ayiqni ko'rish hayvon bog'iga olib keldi. Bog' mashhur bo'lib ketdi. Gorilla ham qo'lini ichib odamlar shov qilishni boshladi. Ammo bir mehmon chiqmadi va ishchilardan so'rab boshladi. Xo'sh bo'lishda to'xtab xodimlar soxta ayiq o'rniga bir haqiqiysini qo'yishdi. Lekin o'sha erkak ishonmadi. Bu hayvonot Mosquito yok. Sartarosh o'rniga begona odamlar sochini o'zingiz oling. Biz qo'shilma bilan.
böyle. Sizlar bilan ko'rishamiz. Sizlar bilan ko'rishamiz obunachilar.